Bu esa quyosh panellarining ishonchli darajasini kamayishiga olib keladi. Katta o'lchamlardagi panellarimizda deformatsiya, ya'ni egilish ko'rsatkichi 1,5-2 barobarga nisbatan ko'proq. Standart panellarga nisbatan 300% dan yuqoriroq hisoblanadi. 3 xil katta o'lchamdagi panellarimiz uchalasida ham 35 mm bo'l sinovida sinish yuzaga keldi. 2000 ga yaqin panellarimiz singan. Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan katta o'lchamli panellarning yashirin xatarlari, tahlil va tavsiyalar mavzusida gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzu barcha quyosh o'tirigi tizimlari bilan ishlovchi mutaxassislar uchun juda muhim ma'lumotlarni berib boradi. Demak, biz birinchi bo'lib standart o'lchamli panellar va katta o'lchamli panellar haqida gaplashib o'tamiz. Standart o'lchamli panellar hozirgi kunda panelning bo'yi 2382, eni esa 1134 mm bo'lgan panellar standart o'lchamli panellar deyiladi. Nima sababdan bu panellarni standart deyishingiz mumkin? Sababi dunyodagi gigant quyosh panellari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ushbu razmer uchun, ya'ni ushbu o'lchamga kelishib olishgan. Endi bundan katta o'lchamdagi panellar esa katta o'lchamdagi panellar deyiladi. Ba'zi kompaniyalar ushbu panellarning enini uzaytiradi, ya'ni 1303 mm, ba'zi kompaniyalar esa uning bo'yini nima qiladi? Uzaytirishi mumkin bo'ladi. Demak, biz bugun ushbu mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Biz quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Standart o'lchamdagi panellar va katta o'lchamdagi panellarning bir nechta funksiyalari solishtirilgan. Hozirgi kunda eng ko'p O'zbekistonda tarqalgan katta o'lchamdagi panellarni o'lchamini ko'rishimiz mumkin. Bu 2384 ga 1303, ya'ni panelning yuzasi 3,111 metr kvadratni tashkil qiladi. Bu panellarning chiqish quvvati 690 vattdan 720 vattgacha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ko'proq 700 va 700 vattdan yuqori panellar sotiladi. Misol uchun deylik, shu panellarning foydali shikastini ko'radigan bo'lsangiz, maksimal 23% atrofida. Lekin chiqish quvvatini ko'radigan bo'lsangiz, 720 vattgacha yetishi mumkin. Qanday qilib katta o'lchamdagi panellarda panelning foydali shikastini kichik bo'lsa ham maksimal 23% foydali koeffitsient bilan 720 vattgacha yetishi mumkin bo'lyapti. Nima sababdan deyishingiz mumkin? Buning asosiy sababi quyosh panellarining yuzasini kattalashtirish hisobiga amalga oshirilyapti. Demak, biz solishtiradigan bo'lsak, agar standart o'lchamdagi 24-6% foydali shikastga ega bo'lgan panelni ham yuzasini shunday kattalashtirganimizda qo'shimcha 45-50 vattgacha energiya olishimiz mumkin bo'ladi. Bu panellarning chiqish quvvati 765 vattgacha yetishi mumkin edi. Lekin bularning bir qancha xatarlari bo'lganligi uchun aksariyat kompaniyalar katta o'lchamdagi panellarni ishlab chiqarmaydi. Buning sabablarini biz quyida ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, siz bu yerda ikkita grafikni ko'ryapsiz. Birinchi grafikimizda quyosh panellarining eni hamda bo'yining ortishi natijasida yuklama xavfining ham ortishini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi grafikimizda ko'rishingiz mumkin, quyosh panellarining yuzasi qancha ortadigan bo'lsa, unga ta'sir qiladigan shamol kuchining ham ortishini ko'rishingiz mumkin. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bir xil shamol kuchi katta o'lchamli panellarga nisbatan kattaroq bo'ladi. Bu esa quyosh panellarining ishonchli darajasini kamayishiga olib keladi. Quyidagi videoda shunga oid bo'lgan bir qancha keyslarni ko'rishingiz mumkin. Katta o'lchamli panellarimizning deformatsiyaga, ya'ni egilishga bo'lgan moyilligi yuqori bo'ladi. Mana bu yerdagi birinchi va ikkinchi rasmni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qor yuk tahlili ko'rsatilgan. Birinchi rasmda standart panellarga, ikkinchi rasmda esa katta o'lchamdagi panellarga yuza bo'ylab teng yuk tushirilgan. Shunda birinchi panellarimizdagi deformatsiya ko'rsatkichi 38,5 mm dan katta o'lchamlarimizdagi deformatsiya ko'rsatkichi esa 63 mm ni tashkil qilgan. O'z-o'zidan ko'rishimiz mumkinki, katta o'lchamlardagi panellarimizda deformatsiya, ya'ni egilish ko'rsatkichi 1,5-2 barobarga nisbatan ko'proq. Mana bu yerdagi grafikimizda ko'rishimiz mumkin, panel enining qancha katta bo'lishi panelning egilishi, ya'ni deformatsiyasining ko'rsatkichining ortishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun deylik, 1,1 metrdan 1,2 metrgacha bo'lgan panellarimizda degradatsiya 2% dan kamroq. 1,3 va undan katta bo'lgan panellarimizda degradatsiya ko'rsatkichi 5% gacha yetyapti. Endi bu yerdagi real keyslarni ko'rishimiz mumkin. Deformatsiya ko'rsatkichi, ya'ni egilish ko'rsatkichi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, bu bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchisi, quyosh panellarida mikroyoriqlarni hosil qiladi. Ikkinchisi, quvvatning pasayishini keltirib chiqaradi.
va uchinchisi esa quyosh panellarining shishasining sinishiga olib keladi va bundan tashqari yana bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun hotspot effektlari. Endi yana bu yerda ko'rishimiz mumkin, ushbu rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Katta o'lchamli panellar va kichik standart o'lchamli panellarimiz dinamik testdan o'tkazilgan. Standart o'lchamli panellarimiz, ya'ni eni 1134 mm bo'lgan panellarimiz 2200 sikldan keyin quvvat yo'qotilishi atiga 0.5% ni tashkil qilgan hamda bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan. Lekin ikkinchi panelimizni ko'radigan bo'lsak, 1303 mm, ya'ni katta o'lchamli panellarimiz 2000 sikldan keyin strukturaviy buzilish yuzaga kelgan, ya'ni bu sinovdan o'ta olmagan. Mana bu yerda hozir siz ko'rishingiz mumkin, shamol sinovdan o'tkazilgan panellarimiz, katta o'lchamdagi panellarimiz 45 m/s shamol tezligi bilan, standart o'lchamdagi panellarimiz esa 60 m shamol tezligi bilan sinovdan o'tkazilgan. Bu yerdagi natijani ko'radigan bo'lsak, 60 m/s o'tkazilgan panellarimiz standart panellar muvaffaqiyatli o'tgan, lekin kichkina shamol tezligida ham 45 m/s shamol tezligida katta panellarimizdagi o'sha vintlarning bo'shashishi yuzaga kelgan hamda u yerdagi tebranish tezlanishi standart panellarga nisbatan 300% dan yuqoriroq hisoblangan hamda ularning mexanik mustahkamligi, qattiqlik ko'rsatkichi standart panellarning 70% ni tashkil qilgan. Biz endi quyosh panellarining do'l sinovi haqida gaplashamiz. Quyosh panellaridagi shishaning qancha eni kengayib boradigan bo'lsa, uning toblanish samaradorligi shuncha tushib boradi. Quyosh panellarining o'z-o'zidan shishasining mexanik mustahkamligi ham kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Endi biz ko'rishimiz mumkin, standart o'lchamdagi panellarimiz 35 mm lik do'l sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan va bu yerdagi birorta panellarda sinish yuzaga kelmagan. Bu yerdagi sertifikatda ham buni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi holatda ko'rishimiz mumkin, bozordan sotib olingan 3 xil katta o'lchamdagi panellarimiz uchalasida ham 35 mm lik do'l sinovida sinish yuzaga kelgan. Va quyidagi rasmlarda siz buni ko'rishingiz mumkin. Katta o'lchamli panellarimizda asosan katta o'lchamdagi waferlar, ya'ni plastinalardan foydalaniladi. Plastinalarning qancha o'lchami kattalashib boradigan bo'lsa, ularning sifat ko'rsatishi ham shuncha tushib boraveradi. Ushbu rasmda siz ularni ko'rishingiz mumkin. Xitoyda katta o'lchamli panellar hamda standart o'lchamli panellarning real loyihalari amalga oshirilib, ularning natijalari tahlil qilingan. Mana bu yerdagi grafiklarimizni ko'rishimiz mumkin. Bir xil quvvatdagi stansiyalarimiz yanvar oyidan avgust oyigacha o'lchangan, natijasi olingan. Chap tomondagi rasmimizda standart o'lchamdagi panellarning generatsiyasi, o'ng tomonimizdagi rasmda esa katta o'lchamdagi panellarimizning generatsiyasi ko'rsatilgan. Bir xil quvvatda standart o'lchamdagi panellarimiz katta o'lchamdagi panellarga nisbatan 8.2% ko'proq generatsiya bergan. Biz bilamizki, katta o'lchamdagi panellar katta tok ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Tok kuchi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, isroflar uning kvadratiga bog'liq ravishda ko'proq bo'ladi. Ikkinchisi, tok kuchi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, kuchlanish yo'qotishlari ham shuncha katta bo'ladi. Kuchlanish yo'qotishlarni kamaytirish uchun biz majbur u yerda qo'llanilayotgan kabelning ko'rmaning kesim yuzasini oshirishga to'g'ri keladi. Bu ham o'z-o'zidan qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Uchinchisi, katta panellarda tok kuchi invertorning MPPT ko'rsatkichidagi tok kuchidan kattaroq tok ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Bu o'z-o'zidan invertorning quvvatining ma'lum miqdordagi qismini kesishiga olib keladi. Bu ham energiyaning yo'qotilishiga olib keladi. Agar tok kuchi belgilangan qiymatdan ortib ketadigan bo'lsa, invertor o'z-o'zidan bu jarayonni to'xtatib qo'yishga to'g'ri keladi. Mana biz bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin, katta o'lchamli panellardan foydalanilgan 150 megavatlik Xitoyda o'rnatilgan stansiyani ko'radigan bo'lsak, qurilishning birinchi bosqichining o'zida 2000 ga yaqin panellarimiz singan. Sinish darajasi 1,3-1,4% ni tashkil qiladi. Ikkinchi loyihamizga keladigan bo'lsak, bu yerda jami 100 megavatli stansiya o'rnatilgan. Bularning 65 megavati standart o'lchamdagi panellar, 35 megavati esa katta o'lchamdagi panellar. Katta o'lchamdagi panellarimizning 30 megavatini qurilish jarayonida 800 ga yaqin panellarimiz singan. Ya'ni sinish darajasi 1,49% ni tashkil qiladi. Standart panellarga nisbatan sinish ko'rsatkichi 50% ga yuqori bo'lgan bu yerda. Transportirovka xarajatlarimiz ham kamroq bo'lishi mumkin, sababi bir xil konteynerga standart panellar 12% gacha ko'proq sig'ishi mumkin. Bundan tashqari bizda tizim xarajatlari degan tushuncha bor. Tizim xarajatlari bir necha ko'rsatkichlarga bog'liq, ya'ni panellarning foydalanish koeffitsiyentiga, bu yerda foydalanadigan metall konstruksiyaga, kabellarga va boshqa jihozlarga. Demak, ba'zi bir ko'rsatkichlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, katta o'lchamdagi panellar bu xarajatlarni biroz kamaytirishi mumkin, lekin biz yuqorida aytib o'tgan xavflarni hisobga oladigan bo'lsak, bunday xavfga qo'l urmagan ma'qul. Biz ko'rishimiz mumkinki, so'nggi yillarda quyosh panellarining narxi keskin tushib bormoqda. Bunga bir nechta omillar bor. Ularning bittasi ularda foydalanadigan materiallarning kamayishidir. Misol uchun deylik, oldinlari 3,2 mm lik shishalar ishlatilgan bo'lsa, hozirgi kunda ikki tomonlama panellarda 2 mm lik shishalar ishlatilyapti. Va ularning ramkalarida oldin 35 mm lik
ramkalar ishlatilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu yana ham kichraygan. Demak, shu holatda biz yana panellarni o'lchamni kattalashtiradigan bo'lsak, buni xavfi yanada ortib borishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, 3 ta 500 vatlik panelni ishlab chiqarishdan ko'ra 2 ta 750 vatlik panelni ishlab chiqarish birmuncha arzon bo'lishi mumkin, lekin uning xavflari ham juda yuqori bo'ladi. O'zingiz oqilona qaror qabul qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan keyin yana qiziqarli ma'lumotlarni ulashib borishga harakat qilamiz. Keyingi mavzuyimiz nima haqida bo'lishini albatta izohlarda yozib qoldiring.